Do'stlar, bu chiqayotgan suv hech qanaqangi ichimlik suvi emas, lekin 98% texnически toza suv bo'ladi. Bu suvda nimadan chiqayapti desalar, do'stlar, odamning axlatidan chiqayotgan suv bo'ladi. Sizda kanalizatsiya yo'qmi? Mana sizga yechimi O'zbekistonda ixtiro qilishdi, ya'ni bioseptik kanalizatsiyalar Namanganlik akalarimiz ixtiro qilgan. Buning uchun odamning axlati birinchi kameramizga tushadi, tushgandan keyin ikkinchisiga o'tadi, ikkinchisi tozalab turib, uchinchisiga o'tib turib, shunaqa odamning axlatini 98% texnически suvga aylantirib berar ekan. Bu suvni olib turib bemalol o'g'it o'rnida bemalol ishlatsalar ham bo'lar ekan. Bu kanalizatsiyamizga 100 yilgacha garantiya berishar ekan. Endi bunga bakteriya shart emas. Qo'rqmay bitta oilani mashina o'zi boqalar ekan. Ya'ni 8 kishigacha. Narxiga keladigan bo'lsak, shu turishini narxi 18 million so'm. Bu narxlarning ichida vodiy bo'ylab dastavka, ustanovka, xullas patkulchining narxi shu bo'ladi. Qolgan joylarga albatta kelishgan holatda kimgadir shunaqa bioseptik to'lmaydigan kanalizatsiya kerak bo'lsa, pastda Sohib akaning nomerlarini qoldirib, biz turgan joy Namanganda turibmiz.